Qur'on ana shu ro'za oyida tushib, o'sha bunaqada tugagan bo'lishi kerak. Qur'on xatmi tugagan bo'lishi kerak. Qaranglar. Qadr kuni. Bitta zo'r gap bor. Rajab oyidagi fazilat Rasulullohga afzal. Chunki Rasululloh taolo Merojga olib chiqdi. Ularda bevosita ovozini eshitdi, yuqorida bo'ldi, Sidratul Muntahoga bordi, Ma'vo jannatini ko'rdi. Shu zo'rlasalar o'tdi. Ammo bizga nisbatan qaysi? Qadrdan afzal. Tushunarlimi? Salovatda Rasulullohga ro'para qilishligi yaxshi. Bizga fazilat jihatdan badiiy narsalar ko'proq fazilat. Kelishdik? Xo'p. Bugun jumada imom nima to'g'risida masala qildi? Va ashuni men ikki oz gapirib berishim kerak. Imom bugun juma kunida ikki xil johillik to'g'risida gapirdi. Ikki xil johillik. Johillik degani ilmda ziddi. Ilm degani bilishlik kelamiz, uni ziddi nima bo'ladi? Jaholat. Hech narsa bilmasmoqlik, bilmay hayotini o'tkazib qo'yishlik. Alloh Qur'on Karimda buni qoralagan. Ya'lamuna zohiran minal hayatid dunya. Dunyoni yaxshi bilishadi. Va hum anil axirati, oxirat ilmidan nol bo'lib qolishadi. Bu juda yomon. Alloh buni yomon ko'radi. Dunyoda hamma ma'lumoti bor, lekin oxiratda nimasi yo'q? Ma'lumoti yo'q. Bu xato. O'shaning uchun bugun imom jumada ikki xil jaholat to'g'risida gapirdi. Birinchisi, hech narsa o'rganmasdan, Allohning oyatini o'rganmasdan, payg'ambar hadisini o'qimasdan hayotini o'tkazib qo'yib, 70-80 da kirgandan keyin kallasi chizi kelmasdan qabrga borib qo'ysa, Allohning huzuriga qiyomat kuni quruq borib olishdan ko'ra yomonroq ish yo'q. Akalar, opalar, ashuncha hali ham kechmas. Niyatni to'g'rilab, mayatda borgandan keyin masjid imoniga uchrab, haftada bir marta bo'lsa ham bitta hadis, bitta oyat, lekin undan osonrog'i bor. Allohga ismlari bor. Bugün domla pas teşhir berib qo'yamiz. Nechta Allohning ismini yodlagansiz deb so'rasa, anchab jo'da kim 50 ta aytadi. Allohning ismini 50 ta aytadi. Jiddiga bepul chiqadi jannatdan. Mana mendan unga. Teatr. Biladiganlar o'tirsin. Dars biladiganlar bular. Kim 50 ta aytadi Allohning ismini? Jiddiga bepul chiqadi. Kelmasini ham to'layman jannatdan. Ha? Akalar, opalarda bormi 50 ta aytadigan? Alloh taoloni tanimasdan yaxshimi shu? Hozir men bahoyi o'zingizlar bir baho bering. Shu yaxshimi shu turib? Ha? Opaddes 5-opaddes taniysiz. Taniysiz 5-opaddes? Taniysiz falonchi opanda biz falonchi zurriyotimiz biz. Mana qamiz biz. Lekin Allohni tanimasdan borib olishdan ko'ra xatoroq ish yo'q. Shuning uchun o'shga borsangiz sharapa topadi. O'shga borib belni qattiqroq baylab Allohning ismlarini yodlashga harakat qilinglar. Alloh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salom, Al-Mu'min, Al-Muhaymin deb kamida bir 20 ta, 25 ta, 30 ta Allohning ismini yodlab borishni o'rganing. Chunki qiyomatga mahshar maydoniga borsangiz, sirat ko'prigidan o'tsangiz, Parvardigor bandan bir taniysan desa, o'laga nol bo'lib qolishdan ko'ra yomonroq ish yo'q. Nol. Otangizni ismini biror noto'g'ri aytib qo'ysa, to'g'rilaydi. To'g'ri, bunaqa emasmi? Abdi Jabbordagi deb to'g'rilaysa atadi. Ammo Allohning ismini bilmay qolsa, xato.
Men domla qatori aytyapman. Akalar, bunga domla alohida domla kerak emas bunga. Kitob bor. Alloh 100 ta ismi degan. O'zingiz kirillitsa harfingiz bor. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh Ar-Rahman deb yo'qdan 20 ta 30 ta bir narsani halolda harom qilmayapti. Bir narsaga buyurmayapti. Bir narsani qaytarmayapti. Lekin Allohning nimasi? Ismi. Duoda foydalanasiz. Alloh 20 ta ismni aytib so'rayda, osmonda eshik ochiladi. Osmonda eshiklar ochilib ketadi. Duoingizga. Tushunarli? Ikkinchisi, payg'ambarning ismlarini yodlashingiz kerak. Kim biladi? Rasulullohning 20 tasi. 50 ta demadim, 20 ta. Kim sanab bersa, jiddiga bepul olib ketaman kemasi bilan. Rasulullohning 20 ta ismini sanab bergan odamga. Ha? O'sha borada qaysi kemiga chiqasiz? Hali bog'da logo. Katamaran. Katamaran. Hadi. Kimda javob bor? Mana o'zingizlarga atsanga baho qo'ying. Nur. Payg'ambaringiz Allohni yaxshi tanimasangiz, payg'ambaringiz tanimasangiz. Din islomdan 20 ta hukmni kim aytib beradi? Dinimizda 20 ta hukm. Ha? Ana. İkkichilar jamoasi. Bugun imom shu to'g'risida masala qildi. Allohni tanimaslik, dinni bilmaslik, Rasululloh tanimaslikdan ko'ra yomonroq ish yo'q. Shuning uchun men sizlarni battar mulzam qilmoqchi emasman. Sizlar yuzinglarni pastga qaratmoqchi emasman. Faqat bitta oz aytib qo'yaman. Nimaga sababchi bo'ladi? Mana keldingiz, aziz daryoga keldingiz, uyga borgandan keyin yo'l safar o'zgarib boring. Asha hali ham Karimjon bo'lib bormang. Asha Halimaxon bo'lib bormang. Men yo'q ismlar aytib ichimizda tegmasin dedi. Yo'q, Karimjon ham yo'q, Halimaxon ham ichimizda. Uyga borgandan keyin hatto keliningiz ham buni go'rti o'g'illarga buni deb yurmasin. O'rtoqlaringiz ham sen vaqchi ekansan demasin. Farishtalar yelkamda turib, farishtalar ham vashi bitta umid kutib Ka'baga ketayotganingda o'zgarib qolarmikan deb o'zgarmadi sen raso deb bu ikkita farishta teskari guvoh bo'lib turmasin. Uyga borsangiz yaxshi bo'lsa olaman degan niyat qiling. Og'ir yuk emas. Yana eslatyapman. Ilm hech qachon odamga og'irlik bermaydi. Meni boshimdagi 20 pora Qur'on, boshimdagi hadislar, boshimda og'ir yuklar. Bu bilan men kallam og'irlashib qolmadi. Doim qachon xohlasam Alloh oyat o'qisa, masjidda Alloh oyat o'qilsa, ne kallamda ne ma'nolar oqib tushadi menga. Hay, maza qilasiz. Qo'rg'lochi kerakmi? Qo'rg'lochi? Yo'q, kallamda ilmga hech qanday qorovlar kerak emas. Besplatni kallam turadi. Cho'ntagingizda pulingizga nima kerak? Qo'rg'lochi kerak. Uylar qurib yurasiz, moldan ko'ra nima afzal? Ilm afzal degan bekor emas. Shuning uchun prosta aytib qo'yapman, akalar, ukalar, opalar, uyga borsanglar, belda qattiqroq qarab, Allohning ismlarini yodlanglar. Alohida shariat ilmlarini oyatdan, hadisdan o'rgangan ekanım yo'q. Qisqa lo'nda Allohni bir niyat qilib 20 ta 30 ta ismini yodlayman deydi. Qabrga olib qo'ysak, farishta nima deb so'raydi? Man Robbuka. Robbing kim deydi. Birinchi savol, man Robbuka. Robbing kim deydi. Nima qilding? Qayerga bording? Nima amallar qilib kelding? Hajga bordingmi? Mol qildingmi? Yoki Falastinga qildingmi? U papka ochilmaydi. Ochilar yo'q. Birinchi savol, man Robbuka. Robbing kim? Nima deb javob berasiz? Agar Alloh 20 ta ismini yodlamagan, 30 ta ismini yodlamagan bo'lsa, nima deb javob berasiz? Shuning uchun
uchun aytyapmanki, yodlaylar, uyga borib bismillahirrohmanirrohim desa, qo'lingizga olib yoki mashita boshlaydi. Mana hamda ruchka bor, qog'oz bor. Bormi? Bor ruchka qog'oz. Bismillah. Birinchi ismi Alloh, keyingisimi Ar-Rahman, keyingisi Ar-Rahim, keyingisi Al-Malik. Al-Malik. Ha, to'rtta beshta ashaqani sekin-sekin ilash, mata boshlayveringlar. Men bor, Lutfulloh bor, bosh agirtim bor, bosh ilmiy borlar ko'pchilikda. Prosta bitta qog'oz olib Alloh, Ar-Rahman, Ar-Rahim deb ruchkada yozing. Yozing ruchkada. Bitta bloknotga prosta qog'ozga yozing. Shuni Makkada boshlang. Shu Makkada boshlagan ishingiz umringizni oxirigacha barakot ketib qoladi. Har oyda bittadan yodlasangiz ham, yerida nechta yodlaysiz? 12 ta yodlaysiz. Aka 5 yilda kamida 30 ta 40 ta ismni Alloh. Va man nabiy payg'ambarning kim desa, payg'ambar Muhammad. Ismi Ahmad. Payg'ambar, malaka, Tavba payg'ambari, rahmat payg'ambari, malaka nomlari bor, malaka nomlari bor, chiroyli nomi bor, ummatni hidoyatlovchi degan nomlarni 5-10 tasini yodlab qo'ysangiz, payg'ambaring kim desa, payg'ambarim Muhammad alayhisalom Makkada tug'ilgan. Men Makka borganman. Uyini, ko'rganman. O, maktab va kutubxona bor. Safo tog'i tomonda. Ko'rganman. Asha tug'ilgan. 25 ta Xadija onamizga uylangan, 40 ta payg'ambar bo'lgan, Hirog'orni o'tib, uni ham ko'rganman. Deya olishingiz kerakmi? Kerak. Agar so'rasa hech narsa javob bera olmay qolsangiz, bunaqangi bankrotlik, bunaqangi katastrofa bo'lmaydi. Bugun imom jumada shu to'g'risida masala qildi. Jaholat, johillik juda yomon narsa. Bilmasdan, tanimasdan, dinni o'rganmasdan, Alloh Rasulini bilmasdan, Allohning huzuriga borib olishdan ko'ra yomonroq narsa yo'q. Kelishdik? Yaxshi. Ikkinchi jaholat o'zga ta'lumli emas. U ahli ilmlarga ta'lumli. Ahli ilm bilsa-yu, bilganiga amal qilmasa, u ham nodon deydi. Bu to'g'risida oyat, hadislar hammasi imom o'qib 20 minut nima qildi? Masala qildi. Tushunarlimi? Biroz vaqtlar ko'p olmaydi. Faqat niyatni hozirdan boshlayman. Iltimos qilaman. Iltimos qilaman. Man yuridillahu bihi xayron. Kimga Alloh yaxshilik qilishni xohlasa, kimga Alloh yaxshilik qilishni xohlasa, pulni ko'p qiladi. To'g'rimi? Ya, to'g'rimi, noto'g'ri? Yo'q, noto'g'ri. Noto'g'ri. Pulni ko'p qilmaydi. Kimga Alloh yaxshilik qilishni xohlasa, u bilan o'lchanmaydi. Yoshini 1000 yashida qiladi. To'g'rimi? Yo'q. Nuh alayhisalomning qavmi 1000 yashadi. Hammasi to'fonda nima bo'ldi? G'arq bo'ldi. Kimga Alloh yaxshilik qilish xolasa, uni chiroyli qiladi. To'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q. Yusuf alayhisalom chiroyi uchun turmaga tushdi. Chiroyi uchun fitna bo'lib turmaga tushdi 9 yilga. Ilmi bilan turmadan chiqdi. Ta'bir qilib berdi. Ilmi bilan nima chiqdi? Turmadan chiqdi. Ashuncha aytyapman-da, kimga Alloh yaxshilik qilishni xohlasa, dinda sal-pal bir tushunchalik qilib qo'yadi. Ancha-muncha narsa biladigan qilib qo'yadi, deyapti Rasululloh. Kim qo'liga kitob olib, varaq olib, Bismillahirrohmanirrohim deb yozgan kuni payg'ambarimiz orqasidan ketayotgan vagonga ilashdi boshlaydi. Kim vagoni? Sahobalar vagoni, tobiinlar vagoni, ahli ilmlar vagoni, Imom Azam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi vagoni, undan keyin ketgan olimlar shu vagonga ilash bo'lasida. Hech yo'q bitta alaqasi ushab qolsam deb, tashqarida bo'lsa ham oxiri ilashib, shu havoda sangillab bo'lsa ketayotgan bo'ladi. Zato bu kimning karvoni? Payg'ambarimizning karvoni. Uning uchun nima kerak? Bitta qog'oz olib bismillahirrohmanirrohim yozasiz. Bugun yozing. Qoldirmang bugun. Shayton yikib qo'ymasin. Shu qancha yikitib keldi, bundan keyin yikitib qo'ymasin. Bitta. Uyda mana yosh kattalar o'tiribdi. Xuftondan keyin assalomu alaykum. Uyga borgandan keyin boshqa qatnaysiz, assalomu alaykum deb xuftondan kelasiz. Yoki chondan kelasiz. Dastonga kelin ovqat solgan bo'ladi. O'tiribsiz. Hamma televizor qo'yib olib, kamerani sarga olib, ovqat yeyapdan keyin hamma o'zining ishini ovora bo'lib ketadi. Agar kim oilasi shunaqa yashayotgan bo'lsa,
marta bolalarga to'g'rilasin. Hatto bir marta, ikki marta bo'lsa ham iymonlashsin. Bitta ham hadis aytib bersin. Opadda bo'lib, katabi bo'lib, ilinimdir bolalari, birisi aytib berish bolalariga degan gapashib ishlaydi. Birisi aytib beringlar. Ashi esda qoladi. Bolangiz keyin menga mo hadisda aytuvdi, mo oyatda aytuvdi yoki bitta qissa aytib beruvdi. Jumaga nechida boradi ko'pchilik? 1,5da boradi. Birda borsan, imom aytgan masalani oilaga nima qilsin? Yetkazsin deydi. Shuncha biroz eslatib qo'yapmanki, shu karvonga nima qilinglar, ilashib olinglar. Ilashib olinglar. Alloh sizlarga yaxshiliklar bersin. Alloh sizlarga ahli ilmlarni karvonidan bersin. Payg'ambar Muhammad alayhisalom bitta hadisi bilan tugataman do'stlar. Aytdilar. Olim bo'lgan. Kim? Olim. Olim bo'lgan deyapti Rasululloh. Ummatim olim bo'lgan. Olim bo'lishi boshqa ibodatda turgan 50 ta kitobni hammasini yodlab olish shart emas. Siz tahorat ilmini oyat bilan hadisdan chiroyli o'rganib, mukammal bilsangiz, tahorat ilmida nimasiz? Olim. Olimsiz. Bo'ldi, juda yaxshi bu. Tahorat ilmida olimsiz. Allohning 100 ta ismini yodlasangiz, Allohning ismlar ilmida, olimsiz. Rasululloh olim bo'lgan. Ya Rasululloh, men bechara olim bo'la olmayman. Kallam ucholmayapti. Bo'ldi. Rasululloh buni bildi. Aytdiki, mutaalliman. Men olim bo'lmasam, ilm qidiruvchi bo'lgan. Ilm qanaqa qidiriladi? Kitob o'qiydi, yozadi. Bo'ldi. Bo'ldi. Hatto bir marta hozir chiqib tursangiz, siz Rasulullohga ikkinchi etapda ketgan bo'lasiz. Aniqki, birda ham emassiz, ikkida ham emassiz. Yaxshi. Unda ham emas, Rasululloh buni eplolmadi bo'lgan. Aw sami'an. Eshituvchi bo'lgan. Domlalar masala qilsa yaxshilab eshitadigan, quloq soladigan, quloq osadigan, matdan kirib chiqib qolmasin-da. Yaxshi eshituvchi deydi. Arablarda shu qobiliyat bor edi. Gunoh ozaygan sari eshitish qobiliyati zo'r. Men kirib, men joylashib turib, shu ichi qolib ketadi. Bo'lmasa masala eshitsangiz bunaqa eshitmaydi. Kirib, yo'q va joylashib. Ya, uni eplolmadi. Mumkin. Rasululloh aytdik, "Av muhibba." Yoki ilmni yaxshi ko'ruvchilardan bo'lgan. Yoshlar hayotda-chi kimlar bilan yurganlik hisobini chiqarsangiz-chi, ashuni ahli bo'lib qoladi. Masalan, boksga yaxshi ko'radigan odamni turishi nima? Boks bo'ladi. Mashinada hatto pursat ham bo'ladi. To'g'rimi? Mashina pursatga ham soladi. Haligi boksni taniydi, Muhammad Ali taniydi, Tyson taniydi, endi ajab-ajab YouTube'larda ko'rib turib, chiqib turib. To'g'rimi? Bu nima deymiz buni? Boks ahli deymiz. Kimdir futbol ahli bo'ladi. Futbolchi taniydi, Ronaldo deydi. Jidda shahridagi Nasrga o'tib qoldi deydi. Buni olib ketdi, buni Messi mana keldi, buni mana keldi deydi. Neymar degani bor, Riyozdan Hilalga keldi deydi. Futbol ahli. Bu kecha soat 2da FIFAda futbol bo'layotsa, kechasi 2da futbol o'ynaydi. Yaxshi. 3-xil odam askiya ahli. Avazog'ini eshitadigan bo'lar. To'g'ri-ku avazog'ini eshitadi. Avazog'on askarcha bunaqa bo'ldimi? Yangi askar chiqmoqchi. Kimdir konsert ahli bo'ladi. Artistlar taniydi. Po'kinchi. To'g'rimi? Ayollar material ahli, tilla ahli, serial ahli. Akalar, opalar, kim nima bilan yashasa, Ish bilan o'ladi. ashlardan bo'ladi. Ashni ahli bilan qarib qoladi. Ashlar bo'lmasliki, Rasululloh shuncha aytib qo'ydiki, to'rtinchisi nima dedi? Ilmni yaxshi ko'ruvchilardan bo'ling. Ilmni yaxshi ko'rsangiz, Ilmingiz oshadi. o'zi olim emassiz. Ilm yozayotgan odam emassiz. Hech eshitmayapsiz. Lekin ilm ahlini hurmat qilasiz. Falonchi domla bor. O'tibdi deydi. Alloh rahmat qilsin. Uchinchi domla bor deydi. Ahli ilm bor deydi. Ahli ilmlar nima? Ashlar qurugi deyiladi. So'y material qurilish ahli bor bizda. Bormi? Bor.
yangi material chiqibdi, yangi manaqa chiqibdi, yangi gipsak o'rtoq chiqibdi deb bozorda aytdi. 600 so'm. U nafas qadiyomda 450 dan borishadi. Bu qurilish ahli deydi. O'shaning uchun ilm ahlidan bo'lgan o'shalar ichida yurgin deyapmiz. Nechta bu? 5 ta. To'rt, kim sanab beradi? ilm ahli. Ha. Birinchi Men sanamadim. olim bo'lgan. Hop. Eshituvchi bo'lgan. Ya, Yozuvchi. ilm oluvchi bo'lgan. Olim bo'lgan yoki ilmni qidiruvchi bo'lgan. Undan keyin eshituvchi bo'lgan. Undan keyin Yaxshi ko'rdik. yaxshi ko'ruvchi. Fala takunil xomisa. 5-inchisi bo'lma. Aniq halok bo'lasan. Uni yag'iga tushgan odam pishdi. Halok, Rasululloh halok bo'lasan. Prosta orzu bilan yashab qo'yilyapti xolos. Hech narsa yo'q. O'zingizcha kimsiz? Jannati. Hech narsa yo'q o'zingizda. Hali siz u safaringiz, safar bor-ku, o'sh Jidda. Yerimda. Sizni hali shunaqangi uzoq safar kutyapti. Qabrdagi safar kutyapti. Safaringiz olis, ozuqangiz yo'q. Osh-nahor qolishdan ko'ra yomonroq narsa yo'q. Tushunarlimi? Tushunarli akalar. O'shuning uchun bitta eslatib qo'yaylikki, hozirdan bugundan bismillah, qo'limdan keladi meni. Bo'ldi, keladi rostdan. Bo'ldi. Mana shu yerda ketguncha Saudiya Arabiston ketishimda yana 10 kun bor. 11 kun, 10 kun bor ekan. 10 kunda Allohning 10 tasini yodlab qo'yaman deb haqqingiz bor. Yodlab qo'ya olasiz. Bitta qog'oz, bitta ruchka. Bo'ldi, oson. Gruppaga bitta yozib tursak bo'ladi. Alloh alam. Qachon ketib qoladi. 10 ta yodlab borsa uyga. Umra safardan 10 ta olmasini yodlaganman deysiz. Yoki bitta sura yodlab keting, yoki bitta hadis yodlab keting. Akalar tushunarli bir oz gapirib qo'ydim. Xo'p, endi masalamiz tugadi.